Ikkinchi ijodiy uyushma. Iztopar. James Fenimore Cooperning shu nomli romani asosida. Ssenariy va postanovka Pavel Lyubimovniki. Bosh operator Anatoliy Grishko. Bosh rassom Oleg Kramarenko. Liboslar rassomi Nina Yetsenevichus. Kompozitor Yuriy Saulskiy. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Gulchehra Jamilova, Abzal Rafiqov, Hojiakbar Nurmatov, To'lqin Tojiyev, Sanjar Sa'dullayev, Yoqub Ahmedov, Rixsiboy Avazov, Zulxumor Mo'minova va boshqalar ishtirok etgan. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, ovoz operatori Jalol Ahmedov. Asr Yevropa 7 yillik urush. Birinin 758 yil Shimoliy Amerika. Urush Yevropadan okean ortiga ko'chdi. Fransiya bilan Angliya aldangan hindu qabilalarining soddaligidan foydalanib, yangi dunyoni bo'lisha boshladilar. Quloq soling menga. Seneklar qabilasining jangchilari, eshitinglar. Qani magikanlar, qani bahodir delaverlar, qani qo'rqmas tuzkarorlar. Ularni shamol uchirdimi? Yo'q, ularning yerlarini inglizlar sotib olishdi. Pori evaziga yonar suvga. Aytingchi, seneklar ham o'z yerlarini shunday sotishadimi? Seneklar barcha narsani daraxtga aylanishini xohlaydilarmi? Daraxtga, ildiz daraxtga. Ammo ildizsiz daraxt tiktira olmaydi. Hatto yosh bola osongina yiqita oladi bunday daraxtni. Qulasangchi, padar qusur qulasangchi. Abbat, iltimos suvni bering. Bu axir muqaddas suv, Mrs. Angliya. Bir go'r.
Minnatdorman. Siz menga hayot baxsh etdingiz. Ana bu tabiat bandalari nega ketib qolishdi? Ular biz ko'rsatgan tamoshani ko'rishdi. Shu haqda endi hammaga ovoza qilishadi. Yashovchi qudratli ruh, menga quloq sol. Xalqing tinch yashamoqda, ammo oq tanlilar jiqqamush o'zaro. Ov qilishimiz uchun qo'riq bermay qo'yishdi. Yoylarimiz ov uchun ojizlik qilyapti. Bandalaring och qolyapti. Inglizlar yeringizni bizga pullang. Sizlarga qo'riq beramiz deyishyapti. Fransuzlar bo'lsa, tamagafkingni ishga solib tortib ol qo'riqni. Inglizlardan deyapti. Ey qudratli ruh, sening bandalaring qaysi yo'ldan borish kerak? Seneklar urush yo'lini tanladilar. Oqibatda fransuz qiroli yana bir ittifoqchiga ega bo'ldi. Siz diplomatiyada dahosiz, misye. Afsuski bu yerda bu san'atni yolg'iz men emas, balki dushmanlarimiz ham biladi. Biz bo'xton bilan haqiqatni qo'shtiramiz u jabrini bu yovvoyilar tortadi. Men sizga aytsam, hayotning eng xunuk tomonlari ana shular. Go'zal tomoni esa mana atrofimiz. Men Markiz Angliya adovat urug'ini sochuvchi mayda ayg'oqchi va ig'vogar. Iltimos qilaman abbat. Tangrimdan bu yerlarga sokinlik ato qilishini so'rang. Toki bu yerlar yaratilgan kunidagi kabi sokin va go'zal bo'lsin. Sizni tabiatni shunchalik nozik his etadi deb o'ylamagandim, misye. U azaldan musaffo va yagona. Mana shu uchun ham do'stlarim bilan uchrashuv uchun tabiatning beqiyos manzarali joylarini tanlayman. Hayronman. Hech ham kechikishmasdi-ku qizil tanlilar. Seni kim yaraladi? Uchar kiyik soqchilardan qochdi. Uchar kiyik botir jangchi inglizlar bekorga qo'riq ketkazishyapti. Uchar kiyik do'stim bilan so'zlashdimi? Do'sting qayiq qal'a tomon suzmoqda dedi. Unda kim bor? Serjantning qizi. Taqdir sovg'asi senliklar uni asir olishadi. Bechora qiz. Xiyonat qurboniga achinasan abbat. Serjantga achinaman. U ajoyib odam. Garchi u harbiy ingliz bo'lsa ham. Bo'lmasa shafqat qiling unga. Vaqtda biz adovat urug'ini sochib bo'ldik. Biz jang qilyapmiz. Abbat. Mayshvol, shu bilan jarohatingni unutib yuborasan. Yo'q. Men oq tanlilarga sotqinliklari uchun oltin to'layman. Hinduga sadoqati uchun og'uli yonar suv beraman. To'g'risi, oq tanliligimdan gohida nomus qilaman.
Menga desa barchasi yonib kul bo'lmaydimi? Qizil mundirlarning qal'adan chiqishlari uchun serjantning qizi yaxshigina bahona bo'lsa, seniklar ular yo'g'ida qal'aga kirib, ko'pdan orzu qilgan poroxlarga ega bo'ladilar. Ko'rib turibsizki, mening rejam ulkan u tadbirlarim oddiygina. Bular aldangan kinduvlar u oq tanli sotqinlar. Lotsman, u nima ekan, ha? Tutun. Balki bizga ishora berishayotgandir. Ro'shat. O'sha tutunda albatta kim tomondaligini bilishimiz kerak. Arohet bormaydi hecham qirg'oqqa. Nega bormaysan? Axir pul to'lashadi-ku senga. Skalpeldan asiz. Tog'a, axir hech narsani bilmay o'tib keta olmaymiz-ku, ha? Oyim qizni o'zi boraversin. Uni dushmani yo'q. Balki gapi to'g'ridir. Men uchun hech qanday xavf yo'q. Chunki dushmanim yo'q. Qirg'oqqa yaqinlashyapman. Fransuz bizga qayiq qal'a tomon suzyapti dedi. Nima uchun qayiq qirg'oqqa burildi? O'rmonda kim gulxan yoqdi? Kim oqtanlilarni chaqirdi? Nima deysan? Uni kutib olamizmi, Istopar? Mayli. Faqat sen oldin ko'rinish berasan. Nima uchun men? Chunki chiroyli yigitsan. Yaxshi, bir urinib ko'ramiz u oyim qizga yoqishga. Xudo haqqi meni kechiring. Qo'rqib ketdingizmi? Hech hamda. Nimaga qo'rqar ekanman? Sizga nima qildi? Nima qildi? Shunday tiklayapsizki, o'zingizni tanishtirishni ham unutdingiz. Kechiring yana bir bor. Jasper Western. Anavi berkinib turgan kim? U meni do'stim, Istopar. Lekin u yovvoyi qiyofasidan uyalyapti. Mayli, uyalmasdan chiqa qolsin. Uni shunday deb atayveramizmi? Istopar deb. Undan chiqdi laqabda qaroqchilarga xos. Unvonday gap. Istopar ajoyib mergan. Yana biz tomonlarda eng zo'r yo'l boshlovchi. Ko'ryapman. Ajoyib zotlar bizni kutib olishyapti. Shuning uchun ham serjant Dungam sizlarni kutib olishni bizga topshirdi. Otami? To'xtamay yo'lingizda o'tib ketishimiz ham mumkin edi-ku. To'ppa-to'g'ri dushman nayzasiga qarab. Ularni qo'rqitma. Anora ayting. Izingizga tushgan. Qayig'ingizni men sharsharadan o'tkazib qo'yaman. Sizlar qirg'oq bo'ylab borasizlar. Kemani tashlay olmayman. Unda juda soz menga hamroh bo'lasiz. Siz dengizchisiz-ku. Jasperga bemalol ishonavering. Sizga hammi? Bo'lajak o'lja qayiqni kim ilib ketdi? Istopar bilan uning do'sti. Ular qayiqni kutib olishdi. Bilaman. Istoparni do'sti sharshara ruhidan qo'rqmaydi. Ayting, daryo qushi qayiqni sharshara ortida kutib olinglar deb qichqirsin.
Beethovenni o'qishni eshitgandirsiz? Ha? Ishqilib balolarga yem bo'lmaymizmi? Ha, bu yerlarda balolar shunaqangi ko'pki. Bunaqangi kichkina oyoqchalar qanday qilib o'rmonda yura olar ekan? Oyoqchasi kaftimga sig'adi ya botinkasi bilan birga. Nima dedingiz? O'rmonda yuraverib o'zim bilan o'zim so'zlashga odatlanganman. O'rmonda yashaysizmi? Ha, miss. Doimiy uyingiz ham yo'qmi? Ha, miss. Men ham onam vafot etganlardan beri yolg'izman. Sizni otangiz bor. Ha. Shunday. Serjant Dungam. Ammo ularni eslay olmayman. Otangiz sizni kutyapti. Rostmi shu? Ha. Gaplaringiz rost bo'lsin-da. Voy, naqadar dahshat-a. Hamma narsa go'zal ekan yurtingizda. Miss, bu yerdan tezda ketishimiz kerak. Bu sharsharalar nima ekan? Siz Mr. Farvater nimaligini bilasiz. Farvaterni yaxshi bilgan odam Temzadagi London ko'prigi ostidan ham bemalol o'ta oladi. Hatto qirol ham xonimlari bilan u yerdan eshkakli qayrda o'tgan ekan. To'g'ri, Shotlandiya viskisi ta'sirida o'tgan deyishadi. Bu nima qiliq? Qiz, bu yerda nima qilibsan? Javob ber menga. Seneklar qayerda? Ana bu yerda. Buni nimasi kulgili, mister? Bechoralar xuddi to'rt qushdek bo'yalib olishibdi. Albatta unkas sinaklarni. Barakalla bolakay, zo'r joyni tanlagan ekan. O'g'lim, ularni izini ko'rdingmi? Sen yoshsan. Adashmadimi ko'zlaring? Bora qol.
shoshilma, Jaspar. Ilojim yo'q. Meni vazifam sizni qutqarish, miss. Siz qo'rqoq ekansiz. Ko'rmaganman bunaqangi qo'rqoqni. Miss. Mabel. Qo'ying. O'tiraman. To'xtang, Mabel. Siz do'stingizni tashlab ketdingiz. Mabel, men do'stim uchun jonimni ham berishga tayyorman. Gap hammasi. Voy, Qo'rqmang, bu unqiz. Unqiz jang so'qmog'iga o'tdi. Juda ham soz, endi bo'lmasam jang qilarkanmiz. Lekin oxiri nima bilan tugarkan? Aroket biladi. Serjantning qizi Istoparni qutqaradi. qanday? Seneklari o'lja kutishyapti. Qizchani ola qolishsin. Kim meni o'g'limni o'ldirdi? O'zing Sardor. O'zing olib kelding uni jang so'qmog'iga. Sen qopqondasan, Istopar. Istopar! Seneklar o'ljani olishdi. Tashlama. Istopar. Qali u senga yana kerak bo'ladi. Ushla. Qani, miss. O'zlarini kutyapti. Ovozini o'chirmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Keragi yo'q. Ular shunday ham bir odamni yo'qotishdi. Unda ular bilan xayrlashamiz-da. Jinurku. May bu meni kechirmaydi. Sen bo'lsang ularni ayab o'tiribsan. Biz emas, soldatlar otsin. Ehtiyot bo'ling, miss. Mana. Sandy bilan biz bu yerda xuddi porox bochkasi ustida o'tirganda yashaymiz. Haqiqatdan ham ostimizda porox ombori bor. Biror kulba qurganda ham mayli edi Sandy. Soldat degani bo'sh vaqti bo'lmas ekan. Lekin bu yer qal'adagi eng bexavotir joy. Voy. Baribir juda ham jasur qiz ekansiz. Yo'q. Biz ayollar qal'adan bir qadam ham jila olmaymiz. Jenny, dadam qayerdalar hozir? Kazarmada. Serjant qayerda bo'lardi? Atrofimiz notish bo'lgandan beri hamma jangovar holatda. Juda ham ezmalik qilib yubordim. Yo'lda charchagansiz.
Menga sen ham aytganda ko'p valaqlab tag'in oyim qizni charchatib qo'ymagin deb. Sizga biror narsa kerakmi? Yo'q, rahmat, kerak yo'q. Ixtiyoringiz. Kerak bo'lsam, pastda bo'laman. Juda doirai qiz ekansizmi, sizga aytsam. Seni ham uyqung kelmayaptimi, Istopar? Sen nima deysan, u go'zalmi? Kim? Miss Mabel. Nima uchun buni mendan so'rayapsan? Nyu-Yorkda, Bostonda ko'pgina ayollarni uchratganman deb o'zing aytganding-ku. Dunyoda Miss Mabeldek qizni ko'rganim yo'q. Kim u? Bu men serjant Dunganman. Kirsam maylimi, qizim? Marhamat, kiravering. Qalay, senga bu yer yoqdimi? Ha, yoqdi. Oyimlar. Ha, oying Mary. Bo'sha. Unutayozimman. Hammasini unutibman. Barini. Sen nega yig'layapsan, qizalog'im? Otangligim senga g'alati tuyulayaptimi? Men bir umr kambag'al, qashshoq edim. Shundayligimcha qoldim. Biram oyim sizni sevardilar-ki. Oyingni baxtsiz qildim. Nimaga tashlab ketgansiz? Shon shuhrat bilan qaytish uchun. Lekin qismatim shu ekan. Serjantlik mundiri mana meni butun shuhratim. Juda soz. Men serjant qiziman. Axir siz hech uxlamadingiz-ku, misya. Ha? Uyqusizlikmi? Meni uyqusizligim bekorchilikdan. Faol harakat kerak menga. Istopar bilan Istoparning do'sti qayiqni qal'aga yetkazishdi. Seneklar o'lja ololmadilar. Biror narsa bo'ldimi, misya? Arzimagan narsa, qopqon ishlamay qopti. Xolos. Borib ayt, toqati tugabdi degan sangliyami? Tushunarlidir. Uchar kiyik. Menga albatta javob keltir.
Xayrli erta, miss. Xayrli erta. Xayrli erta. Xayrli erta. Kim agachib? To'xta. Orqaga borol. Qadamlab yur. Serjant, To'xta. oyim qiz o'zini yaxshi his qilyaptimi? Yaxshi, sir. Qizing juda ham go'zal ekan. Minnatdorman, sir. Buni men ham payqadim. Ham boy merosxo'ram ekan. Unga bunaqa merosi keragi yo'q. U hali yosh, unga ko'p narsa kerak. Eng asosiysi munosib er. Ma'qulroq kuyov topishga harakat qilaman. Yo'q. U askar emas. Og'zingni poylab turib seni kamandanga yursa. Qiz bola faqat yurak amriga quloq soladi. Naqadar baxtlisizlar, Jasper. Ana shunday kemangiz bor-a? Afsuski meniki emas. Qayerga deyishsa o'sha yerga olib boraman. Kemamiz qirolga tegishli. Ha, kechagi jarohatlarini davolayapsanmi? Qayoqdan kelib qoldi bu qayiq? Uni yo'qotib qo'yuvding-ku. Un qiz qayiqni senikilardan tortib oldi. Eshitdingmi? Undan ko'ra shogirdingga ayt, hadeb kerilavermasin. Juda ham maqtanchoq bo'lishadi bu qizil tanliklar. Bilasan-ku, bu yosh hindularning odati. Seni odating bo'lsa, qiz bola oldida maymun sifat bo'lib yurish. Hozir o'n qiz seni jentelmenga aylantirib qo'yishimni ko'radi. Qani? Qachondan beri soqolingni olmaysan? O'tir. O'sha. Chida. Balki sizga Londondan sartarosh chaqirtirsammikin, sir. Unqas. Suv keltir. So'roq bo'lsin. Shu eplab suvni ham quyolmaydi. Yo'qol. Usulni. Qani endi o'zingga qara. Gapir, qizim yoqdimi senga? Nima? Tolqon olganmisan og'zingga? Endilikda qizimim men bilan bo'lishib baxtim. Hech kim dunyoga ustun bo'la olmaydi. Bilasanki, hamma ham tirik qolavermaydi urushda. Qizim mendan keyin yolg'iz qoladim deb qo'rqaman. Unday bo'lmaydi. Turmushga chiqishiga rozimisan? Ha, roziman. Demak, rozisan. Mabelni esa ko'ndirishni hojat yo'q, chunki sen butun Amerikada eng yaxshi mergansan. Shoshma serjant. Bizning oramizda farq katta-da. Lekin shunday qildingki, u albatta seni sevib qolsin. Axir qadrdon do'stmiz-ku. Endi ana u oliftaga, ana u mushqiga. Mana. Ana u yoqqa qarang. Ana u yoqqa qarang, Jasper. Kimdir u yerda bayroq silkityapti. Balki to'xtab o'tarmiz, a? Hech qachon. Nima uchun? Shlapangizni bir eslang, nima bo'lgandi? Agar o'sha yerda qizil tanlik pusib yotmagan bo'lsa, kallamni tashiyman.
Ularga berdimmi kerak? O'shalarni joyida bu yerlar. Haydash kerak ularni bu yerdan. Padariga ming kechirasan qizaloqni. Hozir men ularni oyoqqa turg'izaman. O'tach. Yana nima bo'ldi ekan? Bu qanaqa o'zboshimchalik? Men haliga faqat kemani sinab ko'rmoqchi edim, xolos. Qanaqa buyruq berilgandir? Siz jilmasligimiz kerak edi. Shuning uchun kemaga oyim qizni olib chiqibsiz-da. Bizni kechiring iltimos. Siz aybdor emassiz, miss. Kim vahima ko'tardi? Men. Qandaydir qizil talli pisib yotuvdi qalabaqanada. Ko'zingiz xira emasmi? Men dengizchiman. Durbinim bilan uni hamma patlarini sanab berishim mumkin edi. Qandaydir ishoralar qila boshladi. Nazarimda meni siz bilan adashtirdi. Qanday bema'nilik? Nimaga bema'nilik? Siz ham mundirdasiz, men ham mundirdaman. Meni mundirim siznikidan farq qiladi. Demak, mundirni farqiga borarganda qizil talli. Mana bu bema'nilik. Habiba hammasini bilib olamiz, sar. Men o'rmonga istoparni jo'natdim. Nima uchun soldatlarni jo'natmadingiz? Ular do'pillab yurishar to'ng'izlarda. Ayg'oqchini cho'chitib yuborishadi. Ishonching komilmi ayg'oqchi ekaniga? Oyim borga o'xshaydi qalada. Kimdir sotgan-ku qayoni kelishini. Ha, balla. U yovvoyilar bekorga bizga tuzoq qo'ymagan. Mayli, istoparni kutamiz. Bundan buyon bironta tirikjon qal'adan chiqib ketmasin. Bu yog'iga mendan xotirjam bo'ling. Men bu qayoqlarni barchasini qirg'oqqa chiqarib qo'yib, har qaysisiga bittadan sog'chi qo'yaman. Shunday qilaman, sar. Barakalla inim. Sen boy hindusan, uchar kiyik. Lekin senikimikan bu oltin? Uni kimga olib ketayotganding? Ты богатый индеец. Быстрая лень. Но твое ли это золото? Кому ты его нес? Meni o'ldiraver, istopar. Bizga seni o'liming kerak emas. Jo'na, bu yerga boshqa qaytib kelma. Mana uchar kiyikning yonidan nima chiqdi? O'ldimi u? U sangliga oldi ketdi. Qo'yib yubordingmi uni? Hindular odatini bilasan-ku, Dungan baribir hech narsa aytmasdi. U yaramasa tiriklayin qo'yib yubormaslik kerak edi.
Shundoq ham ko'p qon to'kilyapti. Maylimi ketsam? Ha, albatta. Senga havasim keladi, bamisoli ozod qushsan. Lekin bizni boshimiz to'la qalba. To'plarni safarga tayyorla. Bunaqa paytda qal'ani tashlab ketish xavfli. Menimcha ayni dodini beradigan payt vahshiylarni buzilarning ustiga to'satdan bostirib boramiz. Ularga bordi-yu xabar qilsa-chi? Kim? Uchar kiyini hech narsadan xabari yo'q. Qayiqlarni qo'riqlashyapti. Seni nima tashvishga solyapti, Botir jangchi? Qayroqman nimaga o'z qirolining bo'yniga pichoq tortdi? Iflos oldim bu. Musobaqa haqida buyruq ber. Odamlar kayfiyatini ko'tarishimiz kerak. Bo'lajak yurish oldidan. Xonimlarimiz quvnasin. Miss Mabelni qal'ada zerikib o'tirishini xohlamayman. Zerikayotgani yo'q. Balkim. Nega Jasper kemani olib chiqdi? Qiz bolani oldin maqtanmoqchi bo'ldi. Mishqa. Bola, lekin halol. Ha, hamma agar shunaqa halol bo'lsa, nega unda mana bu yerda? Ketishga ruxsat eting. Seni ketgandirsan deb o'ylovdim. Seni bu yerdaligingni unutibman. O'zing kut deding. Senga nima kerak? Qayig'imni qaytib. Qayani nima qilasan? Harakatni yumushi ko'p. Urush vaqtida qanaqa yumush bo'lishi mumkin? Tezkora jang qilmaydi. Betaraf degan. Agar yana bir ish taklif qilsam-chi? Oqtanli haq to'laydimi? Yonar suv bersam nima deysan? Tezkoraga pul kerak. Avlodlaring udumidan kechibsan-da. Tezkora hamma yerini sotib bo'ldi. Endi u amoqtanlidek pulni sevadi. Unday bo'lsa qayig'ingni o'g'irlab ket. Serjantdan-a? Iblisdan bo'lmaydimi? Seneklar tomoniga suzib o't. Nega indamaysan? Araoket o'ylayapti. Mayli o'yla. Hamma o'ylaringni sotib olaman. Bahodir Tezkorora. Seneklarga borib aytasan. Qizil mundirlar bugun ularga tashrif buyuradi. Qal'adagi porox ombori egasiz qoladi. Men sizni ataylab kutib turgandim, Mabel. Agar yutsam, sovrin sizniki. Uni qabul qilib olasizmi? Buning uchun avval sovrinni yutish kerak. Yutish uchun butun imkoniyatimni ishga solaman. Serjant, qani sovg'angni ko'rsat. Biz ham ko'raylik. Nega yashirib o'tirsan? Ko'rsatib qol. Miss Mabelni sizni ixtiyoringizga qoldiraman. Marhamat. Minnatdorman. Sabr qil. Sabr qil. Vaqt soati bilan bilib olasan. Jam! O'tir, Jeymi. Yo'q, turaveraman. O'tira qol, Jeymi. Qaranglar, qo'limdagi nima? Yana qanaqa shlyapa? Bu fransuzlar shlyapkasi. Qani, men bir kiyib ko'ray-chi? Bu seni boshingga mo'ljallangan emas. Omkalla. Bu ayollar uchun. Mana oramizda sen uylangan. Qani chiq. Qayerga ochish kerak, serjant? Taxtani ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Unda nima bor? Mixga o'xshaydi. Qadimiy Angliyamizning misdan yasalgan mixi. Uni nima qilish kerak? Ochish kerak.
Poylabot, tekisdan shlyapka seniki. Voy, qaniydi meni shunaqa shlyapkam bo'lsa, miss. Men unga o'lcham ham tekiza olmayman. Nimaga unda chiqding? Shunchaki. Bor jo'na. O'ylab qarasam, menga kerak emas ekan unaqa shlyapka. To'g'rimi, miss? Nima deysizlar? Janob leytenantlar. Xotinlaringiz qarab turishdi sizlarga. Janob ofitserlar. Ko'rsating san'atingizni. Juda ham mushkul ish bu nishonni poylash. Ser. Siz-chi? Nishonga tekkizish juda og'ir ish, ser. Aftidan yolg'iz o'zim garnizonimiz sharafini oqlaymanmi deyman. Sendi, og'ayni, qani borib kelchi nishonga? Eshitaman. Tegibdi. Xuddi qalpog'iga tegibdi, ser. To'g'ri, nishonga aniq urgansiz. Balki yana talabgor topilib qolar. Men tayyorman, talabgor chiqaversin. Marhamat. Qani shovvozlar? Oralaringizda yana bitta mergan topiladimi? Ha? Qay mayli. Chiqdingmi, otaqol? Niyatingiz sovrinni yutish ekanligini tushunib turibman. Ayollar libosi sizga yarashadi. Agar sizni o'rningizda bo'lsam, shamonni ham hisobga olib otgan bo'lardim. Yon boshimda turmasangiz. Bechora qalpos qoldi tamomila. Qani stopar, butunlay mixlab tasha uni. Shunaqa. Axir uchtaga bo'la olmaymiz-ku shlyapkani. Musobaqa davom etadi. Endi bo'lsa mo'ljalimiz kartoshka bo'ladi. Kartoshkaga otishdan nima manfaat bor? Borga o'xshaydi, sir. Tayyorlaning. Ey! Postini archibsiz, ser. Dasturxonga tortsangiz ham bo'ladi. Nachora, boshlanishi yomon emas. Endi Jasperga nasib izlab ko'ramiz. Tayyorlan. Qoyil, sen janobi mayordan ko'ra ancha yaxshi pazanda ekansan. Qani bizga istopor tushlikka nima taklif qilar ekan? Ha? Senga nima bo'ldi, istopor? Qani ko'raylikchi, qani. Butun, xuddi hozir kavlab olinganday. Mayli. Ma, sovriningni ol, Jasper. Sovriningizni menga sotsangiz, bir gineyaga. Yo'q. Unda bo'lmasam O'ydor kerakdir. Menda bitta dona bor. Savdogar emasman. Bu sovrin sizniki, Miss Mabel. Ajoyib shlyapa ekan, miss. Ovloq yerda kim ham kiyardi buni?
kiyaman buni ovloqda. Judayam ochilib ketdingiz, Smith. Jasper sizga biram tikilib qaradiki, yolg'onni ham ko'p to'qiysan-da, Jenny. Biram quvondiki, Stopper mo'ljalga o'tolmaganda. Bo'lishi mumkin emas. Axir ular do'st-ku. Ha, ular do'st. Bo'lmasam-chi. Lekin Jasper juda ham istardi yutishni. Stopperga shlapkani nima keragi bor? Lekin u ham birovga sovg'a qilishi mumkin edi-ku. Kimga, miss? Axir u o'rmonda yashaydi-ku. Shunaqa. Daydi-ku. Erkin ovchi. Menga qarang. Meni chaqirdingizmi, miss? Ha. Lekin meni eshitolmasdingiz-ku. Baribir eshitdim. Qiziq. Ayting-chi menga. Yangi shlyapka yarashibdimi? Amis. Siz borda yutganingizda menga sovg'a qilarmidingiz uni? Ha. Miss. Nima uchun mo'ljalga ura olmadingiz? Mohir mergan ekansiz-ku. Hayronman nimaga tegmadi. Demak, siz mo'ljalga olgansiz-u, nishonga tekkiza olmadingiz. Ha, miss. Rahmat. Nima uchun? To'g'risini gapirganingiz uchun. Stopper, qayerdamiz? Yangi yerlardamiz. Bu yerlar kimniki? Seniki va meniki. Qaytib bormaysan Moqtilinglar tomonga? O'ylab ko'rmoqchimisan?
Ey, qayoqqa ketyapsizlar? Xonimlar? Soqchilikda turibsanmi? Indamay turaver. Senga gaplashish mumkin emas. Jeng. Naqadar sokin Ontaryolaringiz. Siz bilmaysiz. Bu yerda dengizdagidan ham qattiq shamol turadi. Juda ayyor ko'l. Birdan tasodifan qo'yim ko'tariladi. Yur suzib o'tamiz, Jenny. Nahotki siz suzishni bilsangiz. Bu juda og'ir va dahshatli-ku. Juda qo'rqoq ekansan. Xohlasang men hamma yergacha suzaman, ko'ryapsanmi bu narsani? Qani? Mis. Axir u siz shlapkangiz-ku. Shlapkangiz qanaqa boqib ketdi, hayronman. Qanaqasiga axir? Hoya, shlyapkami? Bu qanaqasi bo'ldi? Bir gap borga o'xshaydi. Sen kutib tur, Jenny. Qayoqqa, mis? Mis. Men qo'rqib ketyapman, mis. Qo'rqib ketyapman. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Sen nega qarab turibsan? Yordam beringlar. Yordam bering. Tezroq, qolsanchi, tezroq. Nima bo'lyapti? Miss Mabel. Soldatlar, qayiqlarni suvga tushiringlar. Serjantning buyrug'ichi. Men komendantman, buyrug'ini men beraman. Serjant uxlayapti, qiz esa cho'kyapti. Ket, men ham sen bilan boraman. Ketyapsizlar. O'ldirmoqchimisiz? Nega menga hujum qilding? Bu Aroxetning buyrug'i. Abdullah, qayiqni o'g'irlash maqsadida qilgan bu ishni. Qani miltiqni bersa uni otib o'ldiraman. Ha, do'ngam, boshqa ilojimiz yo'q. Biz hammamiz hindular tuzog'iga ilindik. Yavoylar hali bunga javob berasanlar. Men o'ylab ko'rdim. Qalay qaytishim kerak ekan. 10 qiz sen bilan boradi. U yerda urush 10 qiz. 10 qiz changchi? 10 qiz hali bola. 10 qiz sen shu yerda kutsinmi? 10 qiz meni shu yerda kutsin. Yo Parvardigor. Sizga nima qildi? Aroxet meni shu yerda qoldirib ketdi. Abla, şimdi unga siz emas qayiq kerak ekan.
Lekin meni gunohim nima? Nima uchun? Hamma menga hujum qiladi. Yig'lamang. Mayli. Qanday yordam bersam ekan sizga? Sizni bu urush azoblaridan qanday qutqarsam ekan? Yaqinlashmang. Keragi yo'q. Meni bu yerda tashlab keting. Butunlay. O'zingizni yaxshi his etyapsizmi, miss? Miss. Bu yerda nima qilyapsiz? Nima uchun kirdingiz? Axir men komendantman. Bu yer esa meni xonam. Otam qayerda? Kemada. Men unga kemada shoshilinch suzib ketishni buyurdim. Bo'lmasa Aroxet o'z yavoylarini ogohlantirishga ulguradi. U yaramasni kim yo'ldan urganini bilishni istaysizmi? Ha, istayman. Istopar. Qizil tanli do'stlari tomoniga o'tib ketgan Istopar bilan uning yosh do'sti Jasper. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ular to'g'risida bunday deyishga haqqingiz yo'q. Haqqim bor. Sababi sizni qutqarmoqchiman. Mabel. Biz yangicha hayot boshlaymiz. Yetarli darajada boyman. Bu yerlarda kim boy bo'lsa, o'sha hukmron. Biz bu yerlarda xuddi qirollardek yashaymiz, Mabel. Tushunmayapman, meni tinch qo'ying hozirroq. Kiyinishim kerak. Menga Jenini chaqiring. Xo'p bo'ladi, miss. Biz siz bilan tezda ko'rishamiz. Jenny, seni miss Mabel yo'qlayapti. Katta qayiqni ko'ramizmi? Unga qarash mumkin emas. Mumkin, katta qayiqcham qo'rqinchli emas. Nega bo'lmasa hamma ketib qoldi? Qo'rqishadi, men bo'lsam qo'rqmayman. Gulxan katta bo'ladigan bo'ldi. Qarabsanki, hozir yovvoyilar tutday to'kiladi. Qani ular? Qani yovvoyilar? Xiyonatmi deyman? Ha? Xayrli erta, miss. Xayrli erta. O'tiraveringlar. Balki to'g'rog'i xayrli kundir. Bo'lmasa xayrli kun. Marhamat, biz bilan tushlik qiling, miss. Rahmat. Hoy! Kim u? Kim u yashiringan? Chiqma. Senmisan Shudring? Ha, makkor sotqin. Yo'q, Shudring do'st. Do'stmassan sen. Yo'qol bu yerdan. Sen Blackhouse-ga bor. Blackhouse xotirsiz joy. Bizga hujum qilishadimi? Unda soldatlarga aytaman. Unda men bilan Aroxetni o'ldirishadi. Aroxet ham shu yerdami? Birga yuradi er xotin. Yaxshi, endi ket.
Nima gap? Nima deysiz, miss? Ana miltiq senikimi? Meniki. Olmaysanmi uni? Eshitaman, miss serjant. Soldatlar! Xamis, nima deydi? Senji qayerda yuribdi? Olovga qarasa bo'lardi, tutab ketyapti. Qachon kerak bo'lsa doim g'oyib bo'lib qoladi. Sizga nima bo'ldi? Hech nima. Borib Sendini chaqirib kelay. Iltimos tashqariga chiqma. Nima qildi Sendiga? Jenny! Sizlar o'lib qolganmisizlar? Piyoda ekansan-da. Bekorchilikdan o'zingni oftobga solayotgan ekansan-da. Jonginam. Sendi! Sendi! Nega indamay yotibsan? Tur jonginam. Tura qol. Qanday sukunatda hech kim yo'q. Bekinib olishgan. Bekinib olishgan. Qani ular? Bekinib olishgan. Ko'ryapman seni. Qani o'rningdan turchi hindu. Qani yaxshi. Akpito. Yo'q. Hayata. Hayata. Qani yaxshi. Yaxshi ekan. Hech kim kira olmaydi. Blokauzni yondirib yuborishadi. Blagausga tegishmaydi. Blagausni turgan noxtalilar qaytib kelgandan keyin ko'rish kerak. Axir bu qopqon-ku. Buni kim o'ylab topdi? Kim? Aruhiyatmi? Makkor sotqin. Sotqin emas Aruhiyat. Aruhiyat xizmat qiladi. Kimga? Malbul! Malbul! Javob bering menga. Bilaman siz suyanasiz. Malbul! Yo'qoling bu yerdan. Aks holda portlataman poroxni. Malbul! Tentaylik qilmang. O'sha poroxni berib yuboring mana bu yaloyirlarga. Ana bu soldatni ahmoq xotiriga o'xshab siz ham o'lib ketmoqchimisiz? Men serjant qiziman. Sangliya nima uchun senga haq to'ladi? Porox uchunmi? Yoki serjantning qizi uchunmi?
U sezmaydi deb o'ylaysanmi? Istopor qopqonga kelmaydi. Undan chiqib bu yerga kelmaydi degin? Chunki istopor jang qilmaydi. Menga qarab pastda kimdir borga o'xshaydi. Pastda hech kim yo'q. Eshitdim, nimadir taqilladi. Iltimos qarab chiq. Nimaga? Istopor chaqirding. Chaqirganim yo'q. U bechorani jangchilar o'ldirib qo'yishadi endi. Omadingiz kelmabdi yigitlar. Başla! Koş başla! Kralı yaktı! Akbito! Hayatı! Hayatı! Türkiye! Başla! Voy, gapirashmang. Bizni ham siz bilan o'ldirib qo'yishadi. Biroz sabr qilinglar, missis. Parcha chaqib tashladi. Juda ham chaqib ketdik. Sanaklar. Yaramas. Hech kimni o'ldirmayman, oq xonimning oldiga kiraman. Endi bu qurol boshqa otmaydi. Sizlarga so'z beraman. Avval eshit seneklar javobini. Seneklar Istoporning gapiga ishonishadi.
Qaramang, miss. Menga biroz yengil bo'lib tushundi. Halok bo'lishingiz mumkin edi. Nega qal'aga qaytdingiz? Axir butunlay ketgan edingiz-ku. Sizga rost gapni aytgani keldim. Qaysi gap? Katta qayiq qaytyapti. Endi nima qildik? Iloj qancha? So'z berganman. Nega miltig'ini qo'lga olding? Senaklarga so'z bergansan-ku. Aytdim-ku, otmayman deb. Hamma yog'ingiz qon-ku. Voy o'lmasam. Xavotirlanmang, miss. Istopar nima qilmoqchi? Shudring, kemada meni do'stlarim bor. Yo'q. Men ularga yordam berishim kerak. Miltig'ini qo'y. Qo'y deyapman. Yo'q. Qo'yvor. Yo'q. Qo'yvor. Bo'lmasa sen yomayman. Yo'q. Qo'yvor. Yo'q. Yo'q. Öpme! Öpme! Hayır! Xayriyat, uyimizga kelib qoldik. Endi xotirjam bo'lamiz. O'zing serjant bo'lsang ham haqiqiy harbiy bo'la olmading-da, inam. Nimaga shodlanasan? Agar biz qal'amizga 50 tacha skal olib kelganimizda, buni quvonch desa bo'lardi. Ham foydali edi. Olbani gubernatori har bir skalp uchun pul to'layapti. Ajabo. Sizlarning Amerikangizda ba'zi narsalar g'aroyib tuzilgan ekan. Juda ham g'aroyib, ha? Allaqanday bir ofser nimanidir silkityapti. Ular bilishmaydi-da yomon ahvolda qaytayotganimiz. Menga berib tursangiz trubiningizni, mister. Hech hamda. Bu dengiz asbobi. Yeyilib qolmaydi-ku, berib tursin. Hech qachon. Nima qilyapsiz? Ikkini mahkamga o'xshataychi. Nima qilyapsiz? Jinnimisan? Qonli ko'ylak. Nima? U yoqda istopar bizga ishora qilyapti. Istopar esa o'rmonda. U Black House ekan. Dahshatli ishora bu. U yoqda pistirma bor. Yana qanaqa pistirma? Ana, Jenny eri bilan turibdi. Ana, yigitlarimiz ovqat pishirishyapti. Murdalar. Ana ular bekinib olishgan. Ondicha mana u yerda pistirma bor. Qanaqa kunlarga qoldik. O'z qal'amizga o'zimiz hujum qilsak, shunisi yetmay turibdi. Komanda ber, uka. Zalp! Nishonga ol! Ular esini yo'qotib qo'ydi, miss. Shunaqa ham qirin qilishadimi? Senaklarni. Oqtanlilar, seneklar, yetar qon to'kishlar, aql bilan ish qilaylik. Mo'ljalni aniq oldim. Shunday emasmi? Nima qilib qo'ydingiz, sar? U ko'p gap aytib berardi hali. Xoin jazosini oldi.
Muzaffariyat! Shudring seni va'dangni buzdi. Mana o'ldir endi. Tezroq. 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 Jasper, sen chaqirsan. Qizimni qarshi ol. Vahshiy mamlakat. Ey xudoyim, rosa ham azob chekkandirsiz a? Voy juda. Sal bo'lmasa portlab ketayozdi. Men esa skalpimni olishlarga sal qoldim. Xavf-xatar bizni yaqinlashtirdi. Sevaman sizni. Men ham sizni. Bu so'zni sal g'alatiroq aytdingiz. Nima uchun g'alati? Sevaman. Gapimni isbotlovchi men seni o'paman. Singil akani o'pganday. Film tugadi.